hududiy soliq xizmati inspeksiyalarida zamonaviy va samarali ishlash tizimi mahallabay tamoyili joriy etildi. Natijada tadbirkorlar va fuqarolarga keng qulayliklar yaratilib, ayniqsa byudjet tushumlari barqarorligi mahallalar kesimida ta'minlanmoqda. Xazarasp tumanida faoliyat olib borayotgan soliq inspeksiyasi xodimlarining mahallabay ishlash tizimidagi dastlabki natijalari a'lo darajada. Xazarasp tumani soliq inspeksiyasida 47 ta mahallaga 21 nafar soliq xodimlari biriktirilgan bo'lib, mahallabay tizimining tashkil qilinishi hisobiga 4 milliard 656 million so'm miqdorida qo'shimcha manbalar hisoblandi. Tizim xodimlari halol mehnat, xotirjam hayot va farovon jamiyat shiori ostida tadbirkorlarga ko'makchi bo'lib kelmoqda. Mahallaga biriktirilgan har bir inspektor turli sabablar bilan faoliyati vaqtincha to'xtab qolgan tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlab, ularning faoliyatini tiklashga yordamlashmoqda. 517 ta korxonaning faoliyati tiklanib, 27 ta bo'sh obyektlar ishga tushirilishi natijasida 46 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Mahalla iddirikining asosiy soliq inspektorlarining qiladigan ishlari shu mahalladagi tadbirkorlik subyektlari bilan bevosita joyindagi muammolarni o'rganish hamda qo'shimcha manbalarni jalb qilgan holda budjetga tushishi kerak bo'lgan mablag'larni joyiga qo'yish bilan vazifasi bilan bog'langan bo'lib, eng asosiy ustuvor vazifalardan birisi prezidentimiz tomonidan ta'kidlagan yashirin iqtisodiyotni oldini olishda eng katta ustuvor vazifalardan birisi hisoblanadi. Bunda mahalla soliq inspektori shu joyga chiqqan holda tadbirkor bilan bevosita bog'langan holda uning xato va kamchiliklarini shu o'zida bartaraf qilish, soliqchi tarafdan ko'mak kerak bo'lsa ko'makchi tamoyili asosida ishlar olib bormoqda. Mahallabay tizimining yaratilishi natijasida 4 milliard 873 million so'm miqdoridagi mablag'lar qo'shimcha manba sifatida hisoblandi. Jismoniy shaxslarning turar joy obyektlari bo'yicha 23 milliard 70 million so'm miqdoridagi mahalliy soliqlar undirildi. Natijada mahalla byudjetiga yig'ilgan summaning 10%, ya'ni 2 milliard 307 million so'mdan ortiq mablag'lar mahalla infrastrukturasini rivojlantirishga yo'naltirildi. Shuningdek, Muhammon mahallasida o'z faoliyatini boshlagan To'lqin Bekjonov mahalla soliq inspektorining bergan ko'magi yordamida o'z faoliyatini yanada kengaytirib, ishchi xodimlar sonini 20 nafarga yetkazdi. Bugun mohir tikuvchilik kasbini o'rgangan ustozlar, shogirdlar ham tayyorlamoqda. 5 yildan beri avval uyda o'tirar edik, ish yo'qlikdan. Keyin bu yerda eshitib keldik. Kelgandan keyin bizlar Islamiston koridor o'rgatuvchi ayol berkitdilar. 5 yildan beri bu yerda ishlaymiz, oilaviy daromadimizga ko'mak bo'ladi. Ishlarimiz ham yaxshi, o'zimiz ko'nglimizda. Hamma sharoitlarimiz bor. Oyliqlarimiz vaqtida beriladi. Ovqatlarimiz ham beriladi hammasi. Ayollar ko'ylagi, kostyum, ichmak. Yangi kelganlarga ham o'zlarimiz ish o'rgatamiz shu yerda. Bilmay kelgan qizlar ham oyga hozir qo'llar tushib, ishlab boshladilar o'zlari. Ayollar uyda bekor o'tirmaydi, oilaviy daromadiga ko'mak bo'ladi. Kelib burganga odamlar hozir rahmat aytib, ko'p odam yana ish bilan ta'minlanib ketgan. Albatta, soliq taraqqiyot va farovonlik manbai. Soliq to'lash bu shunchaki majburiyat emas, u mamlakat taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi va farzandlarimiz kelajagi uchun zarur bo'lgan eng asosiy manbadir. Biz to'lagan har bir soliq vatanimiz ertangi kunini yanada yorqin qilish yo'lidagi hissadir.